Bir daqiqada buxgalteriya mini kurs. 16-qism. Darslarimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'ying. Bugun sizlar bilan buxgalteriyadagi materiallar haqida gaplashamiz. Materiallar o'zi nima? Nima uchun buni bir nechta turlarga bo'lamiz? Material deganda bu korxonamizga kirib kelayotganda bizni aynan o'zimiz ishlatish maqsadida olayotgan har qanday qisqa muddatli aktivimizni materiallar shotiga joylashtiramiz. Faqat uni maqsadi o'zimiz ishlatishimiz uchun bo'lishi kerak. Buxgalteriyada har doim maqsad juda ham muhim. U tovar bo'lishi, u tayyor mahsulot bo'lishi uchun unda boshqa maqsad bo'lishi kerak bo'ladi. Demak, materiallar o'zimiz ishlatishimiz uchun. Xomashyo materiallar birinchisi eng asosiysi, chunki bundan biz ishlab chiqarish jarayonida foydalanamiz. Keyingisi yoqilg'i, ya'ni o'zimizda mashinamiz bo'ladigan bo'lsa, unga benzin quyishimiz mumkin bo'ladi. Ehtiyot qismlar, biror bir оборудованиямыз, ya'ni mashina uskunalarimiz bo'ladigan bo'lsa, unga ketadigan boltlarni, shunaqa nimalarni ehtiyot qismlariga qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Qurilish materiallari bilamiz har doim. Biror binoni yoki qurilish obyektini buxgalteriyasini yuritayotgan bo'lsak, biz unda har bitta kirib kelayotgan materialni qurilish materiallari shotiga joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Idishlar mana sizga oddiy tilda tushuntiradigan bo'lsam, ko'chada dastavshiklarni nimasida sumkalarni ko'radigan bo'lsangiz, ana shuni idishlar shotida yuritishimiz kerak bo'ladi buxgalteriyada. Har doim men buxgalteriyada o'quvchilarimga aytamanki, ko'chada har bitta ko'rgan narsangizga provodkasini berib yuring, shunda tezroq buxgalter bo'lasiz. Demak, keyingisi daval xomashyolar. Daval xomashyo degani bu bizni kimgadir berib, uni qaytadan yana biror bir qayta ishlab chiqarilgan material holatida qaytarib olishimizni daval xomashyo deymiz. Keyingisi inventarlar, ya'ni bizda bor mavjud buxgalteriyada ishlatishi qisqa muddatda mumkin bo'ladigan materiallarni inventarlar shotida joylashtiramiz. Buni shotlari 10-shotlarda yuritiladi. 10-shotdan 10-90gacha bo'lgan barcha shotlar materiallarni yuqorida sanab o'tgan shotlarimiz hisoblanadi. Darslarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta bizga obuna bo'ling va buxgalteriyaga qiziqadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.